ortiqcha vazn yurak qon tomirlariga qanchalik salbiy ta'sir qiladi? Yurak dardining birinchilar qatorida sababi bizlarni noto'g'ri ovqat yeyishimiz. Bu ovqat yeyish bular uchun ishda shunchalik tanasini siqib olib borib qo'yganda, qanday yumshoqroq aytsam ekanda, tanasi dod deyapti-da. Bitta ozgina yomon tarafi bor ekan. Ortiqcha vazn yurak qon tomirlariga qanchalik salbiy ta'sir qiladi? Mana qaranglar. Men aytyapman sizga, yuragim og'riyapti, yuragim jizilayapti, zinadan ko'tarilsam, harsirab yuragim og'riydi, nima qilay deyman. Lekin shu vaqtning o'zida tepamda, yelkamda 2 qop unni ushlab turibman-da, sizga aytyapman, nima qilay yuragim og'riyapti deydi. Siz so'raysiz, Shavkat aka, shu 2 qop un bilan 10-qavatga chiqib yuragim og'riyapti deb mendan so'rayapsizmi deyapti-da. Ha, nima uchun yuragim og'riyapti? Shavkat aka, 2 qop unni tashlang, uchib chiqasiz deydi. Yo'q, turursin, yuragimni davolang deyapti-da odamlar. 2 qop un bu nima? Bu bizlarning ortiqcha vaznimiz. Odamning bo'yi 180 bo'lsa, vazni, erkakning vazni 80 kilo bo'lishi kerak. Demak, bo'y -100. Ayollarda bo'yi 180 bo'lsa, -110 bo'ladi 70 kilo. Demak, vaznni o'lchadik, ha? Bir marta 24 yoshimda men poliklinikada xirurg bo'lib ishlaganman. Oldinga bir onaxon keldi. Bo'yi 1,5 metr, vazni 110 kilo. Tasavvur qiling, yoshi 60 da. O'g'lim, tizzalarim og'riyapti, o'g'lim, yordam bering, tizzam og'rimasin deydi. Keyin vazlarni so'radim, 110 kilo ekan, o'lchadim, bo'yini o'lchadim, 1,5 metr. Qancha ko'p? 70 kilo ko'p. Mayli 150 bo'lsin, ayol kishining bo'yi 150 bo'lsin, 45 kilo bo'lsin vazni, undan ko'p bo'lmaslik kerak. 65 kilo ko'p vazni bor. Tasavvur qiling, o'zini vezidan ko'p vezni ko'tarib yuribdi-da, menga aytadi yana oyog'im tizzam og'riyapti deydi. U vaqtda hali yoshman, 24 yoshdaman, subordinatsiyani yaxshi bilmas edim. Kasalga onaxon, qarang deyapman, emotsiya kirib ketdim-da men ham. Meni tizzam og'risinmi? Qarang deydi, siz 2 barobar ko'p yuk ko'tarib yuribsiz. Shu bilan yotasiz, turasiz, u yoqqa borasiz, dush qabul qilasiz, etajga chiqasiz. Albatta tizzagingiz og'riydi dedim, chaqim chiqib ketdi. U bo'lsa hop deb qoldi-da. Hali esimda bor-da. Assalomu alaykum. 15-aprel kuni soat 17:00 da bizning markazimizda zalda, ya'ni offline tartibda birinchi tana va ong osti transformatsiya kursini boshlaymiz va u yerda sizni ko'pdan beri qiynab kelayotgan dardlaringizdan osongina ichki qudratingiz orqali qutulishni o'rganasiz. Bu juda ham mumkin narsa, faqat sizni o'zingiz chin qalbdan harakat qilib hamma berilgan mashqlarni o'z vaqtida bajarsangiz, Xudo xolasiga yaxshi natijalar olasiz. Demak, 15-aprel soat 17:00 da Farhod bozorida joylashgan bizning markazimizda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Shuning uchun bizlar og'ir yuk ko'tarib yuramizda, voy yuragim og'riyapti, voy belim og'riyapti, grijam bor, tizzalarim og'riyapti deb yana shikoyat qilamizda. Endi bu noto'g'ri yo'q endi. Mana ko'p yaqinlarimchi mendan shifokor sifatida menga dardini ayta olmaydi. Nima uchun deganda, oyog'im tizzam og'riyapti desa, aytaman, ozing deyman. Maytam og'riyapti desa, parhez qiling deyman-da. Chunki har bir dardning asl naqasi, nima deydi, tagi kelib chiqishi birinchilar qatorida bu ovqatda. Demak, ovqatdan nafsini tegolmasa, vangillatib ursa, yesa, har xil shirinliklarni bosib yesa, ichsa shirinliklar, kola fantalarni, Red Bulllarni, boshqalarini tanasiga stress qilib yig'ib tashlasa yog'larni-da. Yana masalan, tavba. Men shuba kiyib yuribman-da, chillada. Aytyapman sizga, terilib ketyapman, nima qilay deysiz.
siz nima deysiz menga? Shavkat aka shubani yechib tashlang deysiz, to'g'rimi yo'qmi? Endi semiz odam usti yog'i bor, hamma tarafidan 10 santimetr yog'i borda, chillada yurtida aytib, isib ketyapman, qizib ketyapman, ochlang, konditsionerni yoq, suv ber, menga xolodilnik muzey suv ber deydi-da. Kulgili bu narsa. Yurak dardining birinchilar qatorida sababi bizlarni noto'g'ri ovqat yeyishimiz. Ovqatlanish bo'yicha tanadagi hid bo'ladi, yomon hid chiqa boshlaydi noto'g'ri ovqat yeganda. Mana shunda qanaqa ovqatlar yeyish kerakligi bo'yicha mana bu silka orqali oldingi videoni ko'rishingiz mumkin. Batafsil ovqat haqida va tanadagi yomon hid haqida aytilgan, shuni mazza qilib ko'rib yaxshi informatsiya olishingiz mumkin. Yana mana shu parhez haqida aytmoqchiman. O'zim vaznim juda ham yuqori edi. Parhez qilib, mana hozirgi kunda 14 kilo ozdim. Va shu haqida zo'r video qilganmiz. Mana yuqorida silka bor. Bemalol shu silka orqali kirib, shu videoni ko'rib, aynan men qanaqa parhez qilganligimni bilib olishingiz mumkin. Birinchi yo'lda ortiqcha vazn degani inson noto'g'ri ovqat yeyapti degani. Mana noto'g'ri ovqat deyapsiz. Noto'g'ri ovqatlanish deganda nima kiradi? Noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqat yeyishga birinchi darajada hamma sun'iy shirinlik, tabiiy shirinlik kirmaydi. Tabiiy shirinlik bu asal, arablarning xurmosi, o'zimizning qovun qoqimiz, turshaklar, mayizlar bu tabiiy shirinlik. Sun'iy shirinlik bor. Shakar, novot, pechenye, vafli, shokoladlar, eng zo'r Shveysariya shokolatlari ham hammasi bu sun'iy shirinlik. Sun'iy shirinlik tanaga kirganida agar energiya kerak bo'lsa, tez energiya aylanadi, u juda ham ko'p energiya kiradi, u hammasi yog'ga o'tadi. Aynan ana shu sun'iy shirinlik qon tomirlarini bitib qolishiga, ateroskleroz, qon tomirlari ateroskleroziga olib keladi. Shuning uchun ortiqcha vazn degani bu noto'g'ri ovqat degani, ana shu sun'iy shirinliklarni juda ham ko'p yeyish. Bunga kiradi yana non mahsulotlari ham kiradi, un mahsulotlari, shirinlik ichimliklar, kola, fantalar, Red Bulllar, Pepsi, hammasi ishlab chiqariladigan sun'iy shirinliklar. Keyin o'zimiz qilgan kompotlar ham kiradi. Kompotga 50 ga 50 bizlar shakar qo'shamiz. Uydagi murabbolar kiradi, unga ham shakar qo'shganmiz. Xullas karom, aytib o'tay, 9 oydan beri o'zim umuman sun'iy shirinlik yemayman. Umuman un mahsulotlarini yemayman. Xudoga shukr, yengil bo'lib qoldi, mazza qilaman, energiya ko'p-da. Shuning uchun hurmatli tomoshabinlar, oddiy mana shunga bo'ysuning. Birinchisi, sun'iy shirinlik yemang aslo. Xo'pmi? Bugundan boshlab un mahsulotlarini yemang. Non yemang, manta, somsa, ana shu un aralashtirilgan beshbarmoq deysizmi, ularni yemang. Xo'pmi? Kartoshka ham yemang. Prosta shularni chiqarib tashlang. Boshqalarni yeb turing hozircha. Un mahsulotlari yemang deyapsiz, non mahsuloti yemang deyapsiz. Odamlar non yemasa, bilamiz, hali hozirgi tilda aytganda lomka bo'ladi-da. Uni qanaqa yengish kerak? To'g'ri, bir xillar o'rganib qolgan. O'zim nonni juda ham yaxshi ko'rardim-da. Hozir ham indamasa-chi, bitta o'tirganda ana pechenye patr bor-ku, bitta o'zim yeb qo'yaman-da, mazza qilaman-da. Lekin shuni bilganim uchun uni to'xtatdim. Ya'ni tushunsak, to'xtaladi. Lekin shunda aytadi, Shavkat aka, shu ozgina yevor-ay deyishadi bir xillari. U odamga bilasizmi nima deyman har doim? Ichib yurgan odam aytadi, "Iltimos bir xilda ozgina ichib tursam bo'ladimi?" deydi. Kulgili, ha? Xuddi ana shunday o'zingizga nisbatan o'ylang. Nonga ham, qandga ham, vafliga ham, shokoladga ham ana shunday qarang-da. O'g'lingiz aytayapti, "Oyjon, ozgina ichib yursam bo'ladimi? Aroq o'ldiraman" deysiz. Xuddi shunday o'zingiz ham qorningiz, "Aysan non yevor" deganda, "Vux" deysiz. 23-apreldan 30-aprelgacha Samarqand shahriga yaxshi bir dars tashkil qildik. U yerda to'g'ri ovqat, immunitet kuchaytirish uchun, ozish uchun
ikkinchisi bu ziyorat va albatta uchinchisi bu har kuni dars. Birgalikda dars bajaramiz tushlikkacha ziyorat, tushlikdan keyin dars va 3 mahal sog'liqni zo'r qiladigan ovqat. 23-apreldan 30-aprelgacha. Marhamat. Ana shunday qilib sekin qadamma qadam odam o'rganib qoladi. Mana hozir bitta narsaga qiziqman. Kechagina mana kechga men hozir 5 oy bitta parhez qildim. Undan keyin kechqurun ozgina go'sht qo'shishni boshladim. Kechqurun ovqat yeb bo'lgandan keyin yana oldingi ovqatni yeyim keladi. Yana bir tarelkamga olaman, yer yong'oq solaman, qovoqni urug'ini solaman, ozgina mayiz solamanda shuni olib yeb o'tiraman-da. Chunki ilgari buni ovqat deb hisoblamasdik-da. Aman 5 oy shu ovqatni yegandan keyin hozir o'zimizni har doimgi ovqatga nisbatan mana bu men uchun ovqat bo'lib qoldi-da. Qiziq, men shularni yesam to'yaman-da. Chunki mayizda, turshakda, boya yer yong'og'ida eng oqsili ko'p yer yong'og'i ekan. Yer yong'og'ida yoki o'zimiz gretskiy anaqa yong'oq deymiz, ana shu yong'oqlar eng foydalida. Tanaga shunday o'zi so'rilib ketadi. Yana bir yo'l yana bitta narsa aytib ketish yerda. Har bir hujayra, uni ichida bitta hujayra bu bitta zavod, fabrikada edi. Shu har bitta hujayraning ichida o'zini fermenti bo'ladi. Shu hujayrani eritib yuboradi ekan. Tabiiy mahsulotlar issiqlikda nima deydi, obrobotka qilinmagan mahsulotlar, ya'ni qovurilmagan yong'oq, qovurilmagan yer yong'og'i, qovurilmaganlarning ichida o'zini o'zi hazm qiladigan fermenti bo'ladi. Shuning uchun bizlar uni yeganimizda bizlar ular uchun hazm qilish uchun ferment deyarli ishlab chiqarmaymizda, u o'zini o'zi hazm qilib yuboradi. Lekin pishirilgan ovqat yesak, masalan, grechka yeymizmi, go'sht yeymizmi, non yeymizmi, vafli daqa yeymizmi, ularni hazm qilish uchun bizning organizm ko'p ferment ishlab chiqarish kerak. Ferment odamdan ko'p oqsil talab qiladi. Shuning uchun ko'p onkologik kasalliklar u qiynalib qolganida go'shtga nisbatan nima deydi, go'shtni ko'rsa ko'ngli aynaydigan bo'lib qoladi. Go'shtni yo'maydi. Chunki go'shtni yeganida undan juda ham ko'p oqsil kerak ferment qilib uni hazm qilish uchun. Shuning uchun ularda avtomat rejimda go'shtga nisbatan oqsilga nisbatan ko'ngli aynaydigan bo'lib qoladi. Ana shu bizlarga yana bir qiladi, hazm qilganda organizm juda ham ko'p kuch sarf qiladi. Lekin tabiiy ovqat yeganda sarf qilmaydi, tez hazm bo'lib ketadi. Shuning uchun mana bu narsaga rosa e'tibor berish kerak. Shuning uchun o'ylayman, men ovqat bunday pishirilgan ovqat yegandan keyin albatta mana bu mayizni, turshakni, yong'oqni yegim keladi-da. Chunki bu yengil ovqat va odam uchun foydali ovqatda. Aslida mana shu bizning ovqatimiz bo'lishi kerak. Ortiqcha vazn birinchidan bizlarni suyaklarimizga, mushaklarimizga ortiqcha yuk beradi. E'tibor bersangiz, ozg'in odam 3-etajaga chiqadi, yoningizda gaplashib ketyapti. Agar men semiz bo'lsam, harsirab qolaman 3-etajaga chiqquncha. Bir umurtqa pog'onaga beradi. O'zimni umurtqa pog'onamda grij bo'lganimda, menda 26 kilo ortiqcha vazn bor edi. 26 kilo. Deta 118 kilo, 108 kilo edim men. Ana shu osteoxondrozga, grijga olib kelgan omillarning yana biri hisoblanadi. Bu 2. Uchinchidan yuragimizga katta ekan bu nagruzka. Ya'ni qop bilan tepaga chiqqanimizda mana bechora nasos shunaqa ishlaydi bechora. Ana shu yurakka anaqa keladi. Uchinchidan jigarimizga katta ekan nagruzka tushadi. Semizlik, noto'g'ri ovqat yeyish, noto'g'ri ovqat yegan ovqatimiz hammasi so'rilib, birinchi o'p jigarda o'tadi. Jigar bu filtr hisoblanadi. Jigarga katta ekan yuk bo'lib tushadi bu narsa. Keyin jigarni yog' bosadi, jigarni o'zini yog' bosadi. Yog' bosgan jigar yaxshi ishlay olmay qoladi. Bu yana qo'shimcha, chunki tanamizdagi eng asosiy oqsilni ishlab beradigan bu bizning jigarimiz. Jigar oqsilni yetib bera olmasa, odamni varikozlar chiqib ketadi oyog'ida, ichki a'zolarda varikozlar bo'lib ketadi. Ana shu ichki oqsil yetishmasligidan bo'ladi. Demak, bu yana anaqa, qon tomirlari bita boshlaydi. Qon tomiri bitdimi? Ketdi. Hamma ichki a'zolar ketadi.
bosh miya ham ketadi, ya'ni xotira pasayadi, odam tez charchaydigan bo'lib qoladi. Chunki butun hamma naqalariga, mushaklariga, bosh miyaga qonlar yaxshi yetib bormagandan keyin bir narsa ish qilsangiz tez charchab qolasiz, o'tirib ko'proq dam olish kerak bo'ladi. E'tibor bering, kichkina yosh bolalar bor-ku, boyagi 7, 8, 9 yoshgacha bo'lgan bolalar tinmaydi-yu, dir yugurib yurishadi. Charchamaydi. Ularni terlaganda kamdan-kam ko'rasiz. Katta odamlar sal qimirlasa terlaydi. Yana bitta qiziq narsa. Haddan tashqari semiz odamlar bor-ku, ovqat yeganda terlab ketadi. Buni bilasiz. Ovqat yeb terlaydi-da, shunday o'tirib yonboshda deb xurrak otib, shetni o'zi uxlab qolganlar qancha. Bu degan so'z qanday yumshoqroq aytsam ekanda, tanasi dod deyapti-da. Odam qachon uxlaydi? Qachonki charchaganida. Mana oddiy sog' odam kechasi uxlaydi-ku, uxlaganda tana o'zini o'zi ta'mirlaydi. Bu ovqat yedimi, tanasi o'sha charchadi-da, buni kompyuter o'chiradi-da, tez uxlab turib, men hozir o'zini ta'mirlab yuboray deb yuboradi, bechora. Bu ovqat yeyish bular uchun ishda. Shunchalik tanasini siqib olib qo'yganda. Mana do'stlarim bor edi, rahmatlik, tanishlarim bor edi, rahmatlikda. Juda ham semiz edi-da, bechoralar 50 yoshga ham yetib bormadi-da. Mana qaranglarda, bola chaqasi otasidan ko'p yashagisi keladi-ku, ko'p ilm olgisi keladi. Erta ketib qolishyapti-da. Shuning uchun semizlik bu kasallik aslida. Semizlik kasallik. Shuning uchun semizlik boshlandimi? Albatta ilm oling. Ilm oling, ovqatlarni qanday to'g'ri yeyishni. Bir, ikkinchisi ilm oling, qanday qilib hayotingizda bo'layotgan narsaga to'g'ri munosabatingizni o'zgartirish. 2, ilm oling, qaysi jismoniy tarbiyalar, harakatlar odamga tez natija beradiganini. Albatta ilm olish kerak. Demak, ortiqcha vazn bu signal. Oy, ko'zingni och. Endi qarang, mana shu hozir ortiqcha vazn haqida gaplashdik. Noto'g'ri ovqatlanish haqida gaplashdik. To'g'ri ovqatni ham sanab o'tdingiz. Ozish haqida ham gaplashdik. O'sha yerda bo'ladigan lomka haqida ham gaplashdik. Yegisi mana o'zingiz aytdingiz, yegisi keladi. Tortadi, xumor bilan. Mana shu xumorlarni, mana shu semizlikdan ozungacha yetib kelib olish uchun inson qanday psixologik yondashish kerak? Mana shu siz ham psixologsiz. Bir tavsiya bersangiz. Undan ko'ra-chi, maslahatdan oldinchi, men o'zimni qanday qilganimni aytay. Chunki shifokorman, shu psixologiya bo'yicha dars olib boraman, ish faoliyat yurgizaman. O'zimni qarasam, bir kuni qarasam, videolarimda chetdan qarasam, oydoqida qornim bor, oydoqida chakalarim bor. Yo tavba, uyatu dedim-da. Bir narsa qilish kerak dedim. Necha marta dieta qilganman, chiqib ketganman, tashlab ketganman, iroda kuchim yetmaydi-da. Ana shu ko'pchilik shu narsa yetmaydi. Hamma shu narsa yetmaydi. Oson yo'lini topdim. Oson yo'lni topdim. Birinchisi ong osti kuchidan foydalanish. So'rashinglar mumkin, hurmatli tomoshabinlar, ong osti kuchidan qanday foydalanadi degan. Buni mana bizlar o'tadigan 7 kunlik darslarimizda keling, o'qing, o'rganing, bir pasda yillar davomida sizni bezovta qilgan dardlardan oson qutulib oling. Bir. Ikkinchisi, yengil, oson mashg'ulotlar bor, hayoliy mashqlar bor. Buni ham biz darslarda o'rgatamiz. Ana shu mashqlarni qildim. Eng asosiysi boyagi o'zingizni to'xtata bilishingiz, xumoringizni, naqangizni. Hammamizning labzimiz bor. Uyat degan narsani bilamiz. Shu narsani qurol qilib oldim. Ya'ni nima qildim? Parhezga o'tiraman dedim-da. Mani ko'p sport bilan shug'ullanadigan guruhim bor, ishchi guruhim bor, olib borayotgan sinfim bor, shunaqadan 4 ta guruhim bor men. Yoki oilam bor. Bola chaqam bor. Bilasizmi nima qildim? Hammasiga aytdim. Ertadan boshlab men parhezga o'tiraman dedim. 2 oy to'xtamasdan shu aytgan parhezimni qilaman dedim. Ozaman dedim, shunchakilarga ozaman dedim. Hammasiga aytib qo'ydim. Hali boshlamadim. Hammasiga aytdim. Keyin ertasi kun boshladim. Birinchi 3 kun eng qiyin kun.
birinchi 3 kuni shunaqa qiynalyapman. Shunaqa non yegim keladi, qoymoqqa botirib non yegim keladi, shirin choy ichgim keladi, plitin shokolad yegim keladi, murabbo yegim keladi. Lekin aytib qo'ydimki hammaga. Shogird ekan, aytgani bir narsa ekan, o'zi bunaqa odam ekan degan narsani ko'z oldim kelamanda, ko'zim bunday qilib nimaga aytdim deymanda. Shuni ushlab 3 kun o'tib ketdi. 3 kun o'tdi-da, 3 kundan keyinchi uchkim keldi. Uchkim keldi. Voy dedim. Xuddi bir narsa yorib qaytib bir deraza ochilganday, parda ochilganday bo'ldi-da. Dedim, bu yoqda quyosh bor ekan-ku dedim-da. Voh dedim-da, keyin o'zim kirishib ketdim. Tamam, 2 oydan keyin to'xtatgim kelmadi. Yana bir oy qo'shdim. Yana bir, xullas 5 oy qildim. 100% ushlab turib, nafsimni shunday yopib 5 oy ushladim-da, boyagi dardlardan chiqib ketdim. Aytdimki, narigi videoda bor, analizlarim zo'r bo'ldi, o'zi qildim, jigarimdagi yog' 100% ketgan. Analizlarim yosh bolanikiday bo'lib qolgan. Xudo dedim-da, mumkin ekan deyapman-da. Nima uchun hozir buni hammasini aytyapman sizlarga? Aytishimdan maqsad, ko'pchiliklar hali ham yuribsizlarda, dardda, ortiqcha vazn, yuragim og'riydi, jigarim yog' bosgan, ichim qotadi, grijam bor, boshim og'riydi, davleniyam ko'tariladi debda. Hammasidan qutulish juda ham oson, juda ham oson. Qiynalsanglar, yordam kerak bo'lsa, albatta kelinglar darsga, muloqot qilamiz. Men o'rgataman, ikir-chikirgacha tushuntiraman. Xo'pmi? Albatta kelinglar, o'tinglar mana shu darsni. Keyin mana 5 oy o'tdimi, maza qildim-da. Men aytayapman, nega hamma shuni qilmaydi deyman-da. Nega qilmaydi deyman-da. Boya siz aytganingizdek, odamni boyagi to'xtatadi. Nafsi to'xtatadi. Ana shunda aytganman-ku, odamning tanasi bor, odamning joni bor deydi. Jon kirdi, jon chiqdi deydi. Nafs bu bizlarni boyagi ovqatga bo'lgan nafsimiz, bu bizlarning hayvoniy tanamizga taalluqli narsa. Bundan chiqdi, aytiladi-ku, kim nafsini tegsa, nafsini tegan odam musulmon bo'ladi deydi. Dedim-da, keyin aylandim. Men agar hayvoniy tarafim, nafsimni, ovqatga bo'lgan narsamni tega olmasam, demak men qanaqa odamman dedim-da. Mani boshqarmayapti, mani hayvoniy qismim boshqaryapti. Onani ichvor, monani yevor, hech narsa qilmaydi, bitta yevorsang, ozgina yevorsang hech narsa qilmaydi, ozgina ichvorsang hech narsa qilmaydi degan narsalar, to'xta dedim-da. Qarangda, yana bu ilm orqali yondashdim. Ilm orqali yondashdimda, nafsim orqaga qaytdi. Hozir Xudoga shukr, hozir mana hozirgi roza bemalol, yengilmanda. Ertalab turib 3-4 ta yong'oq yeyman, 2-3 turshak yeyman, bo'ldi. Har gal tarozga tursangiz mazza qilasizda. Voy, yana ozibman deysiz-da. Bitta ozgan yomon tarafi bor ekan. Hamma kiyimlaringiz katta kelib qolar ekan. Hamma kiyimlaringiz, hammaga shunaqa yomonlik bo'lsin. Hammasi kiyimlari katta bo'lib qolsin. Ey Xudo. Endi suhbatimiz 3-qismiga o'tsak, harakat dedingiz. Keyinlar 0 dan boshlaymiz. Eng boshida bu bizlarning har kungi bosgan qadamimizni hisoblaymiz.